Usta bu meni pulimni bering ketaman, siz bilan ishlamayman. O'ylab ko'r, Azamat. Mendan ketgan shogirdlar birontasi ko'kargan emas. Mendan boshqa shogirdingiz yo'q, usta bu. Nima qilmoqchisan hozir? O'zimni biznesga sinab ko'rmoqchiman. Qanaqa biznes? Yozga bonkaga quyosh nurini saqlab, qishga odamlarga sotaman. Ishni tushunmaganman. Mahallaga qanday bosh ko'taraversan bu ishdan keyin? Nima qilish kerak deysiz? Quyoshning nurini termosga solish kerak-da, issiq turadi qishgacha. Ahmoq qilyapsizmi usta bu? Ha, o'zing boshlading-ku. Ha, ketib nima ish qilmoqchisan? Shu yoshligimdan futbolist bo'lishga qiziqaman. Bo'lsa mana Farhod bo'laydi futbolist. Mana elektriklik qilib yuribdi, ko'ryapsan-ku. Usta bu futbolchi bo'lgani ham yaxshi ekan. Men bo'laman usta bu futbolchi. Ha, nima to'sqinlik qilyapti bo'laydi? Oyligimni bering. Oyligingni bersam shu futbolist bo'lasanmi? Ha. Ma. Usta bu Azamat miyashni bahona qilyapti. Bunga qanaqa miyash kerak? Bunga 4 burchak miyash kerakdir-da. Usta bu ancha sanoqda tushirish kerak. Bu Xitoydan kelyapti. Kechgacha tushirib berasizmi? Albatta, Jo'rajon. Azamat, Usta bu. Tanishing usta bu boshlig'imiz. sen bu yerda boshliq bo'lib ketding. Ha usta bu vaqtiga menga ishonmagan edingiz. Xalqimizga foydasi tegsin deb Hamkor kargoni xizmatlarini yo'lga qo'ydik. Vazifalaring nimadir? Vazifasi Xitoyda yuk olasiz, kattami, kichikmi farqi yo'q. Stanok nima bo'lsa ham. Yuvin shahrida o'tiladi, o'zimiz Urgut Sariqtepaga bojxona omborga tushiriladi. Hamkor kargoni usta bu 20 ga yaqin furalar bor. Agar tovarlarga zarar yetsa, kompaniyamiz tomonidan qoplab beriladi. Mana bizda mana yuklar tushirib yuribmiz haligacha. Usta bu stanoklarga ehtiyot bo'lib tushiringlar, egalariga eson-omon topshirishimiz kerak. Marhamat usta bu. Ye, Azamat qaytdingmi, Jo'ra? Ha usta bu kompaniya rahbariman deb sizni allavdim. Ularga shogird bo'lib ishga kirgan edim, ishim yo'qmay haydayapti, shunga qaytib keldim yoningizga. A, to'g'ri-da. Sani qilganingni mendan boshqa hech kim ko'tarmaydi, Azamat. Ot aylanib qozig'ini topayganda. Usta bu nima? Qoziqqa urg'u beryapsiz? Men bironta biznesing o'xshamadi-ku, shuning uchun qoziq ko'rsatyapman-da, Azamat.